Bola puli olmoqchi bo'lib yurgan fuqarolar diqqatiga tezkor xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Bola puli olmoqchi bo'lib yurgan tanishlar diqqatiga tezkor xabar e'lon qilindi. Ushbu xabarni tezda barcha tanishlaringizga yetkazib qo'yish uchun video roligimiz ostida ulashish tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. 1-iyuldan bola puli naqd pulda ham, plastik kartangizga ham berilmaydi. 2025-yil 1-iyuldan boshlab moddiy yordam va nafaqa pullari ijtimoiy karta orqali to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarorida ushbu bola puli haqidagi qonun belgilab o'tildi. Unda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam, yoshga doir nafaqa, nogironlik nafaqasi, yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun har oylik moddiy yordam, nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarga nogironlik nafaqalari, parvarishlash nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, homiladorlik va tug'ish nafaqasi, ijtimoiy sug'urta jamg'armasi hisobidan to'lovlar qismida, protez ortopediya bo'limi va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari xaridi uchun vaucher, ozodlikdan mahrum etish joylarida ozod qilinganlarga bir martalik moddiy yordam, yoshga doir pensiya, xohishiga ko'ra insonlarning, nogironlik pensiyasi, bu ham xohishga ko'ra, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, saxovat va ko'mak, ayollar daftari va yoshlar daftari jamg'armalari hisobidan to'lanadigan bir martalik moddiy yordamlar loyihaning O'zbekiston Respublikasining barcha hududlarida joriy qilinishi doirasida belgilab o'tilgan. Nafaqalar nomlanishi o'rta maxsus ta'lim tashkilotlari yoki oliy ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchi yetim bolalar va ota-onalar qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar uchun har oylik bir martalik ijtimoiy to'lovlar amal qilishi aytib o'tilgan. Videosida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.